Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilari, akalar, ukalar. Sizlar bilan har doimgidek Usta Sherzod jamoamiz bilan tunuka ishlarini olib boramiz. Bu safargi ishimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani Lenin mahallasida qilib bitkazilgan. Akalar, bu ishimizga shikolat hamda molojniy tunukalardan foydalanib, mana shu juda ham chiroyli bo'lgan patologni qilib bitkazib berganmiz. Bitta ko'rib baho berib, yoqsa laykni gumburlatib bosib qo'yasizlar. Akalar, bu ishimizga umumiy hisobda $1700 pul ketgan va $1700 pulga qayerlar tunikafon bo'lganini men sizlarga bitta obzor qilib beraman, ko'rib baho berasizlar. Akalar, bu ishimiz 70 santimetrga uzunasi 40 metr bo'lgan kazarogimiz va mana bu yerda regil afshifkalarimiz to'rtburchak qilib bitkazilgan va mana bu joyda 4 metrga 13 metrlik darvozaxonamiz. Bu darvozaxonamizga chekkalariga roverlik, faqat roverda o'rniga biz boshqa rangdagi tunikalarni mana shunga o'xshatib chiroyli qilib qo'yib berganmiz. O'rtalariga shaxmatning o'rtasiga esa mana shunga o'xshagan ko'rib turganingiz juda ham chiroyli bo'lgan yulduzchalarni qo'yib berganmiz. Mana bu yerga kabellarni chiqarganmiz. Elektrik akamiz esa svetlarini chiroyli qilib ulaversa, juda ham chiroyli fayzli xonadon bo'ladi, qoladi. Bu tomonda mana bu ko'rib turganinglar aylanasi regil afshipkasi bor. Regil afshipkasi va mana bu tomonda 70 santimetrlik kazarogimiz, bu yer esa 15 metr. 70 santimetrga 15 metr. Mana shu men sizlarga aytib o'tgan joyimizga umumiy hisobda $1700 pul ketdi. Akalar, tunikafonda 0.35 qalinlikdagi 1 kvadrat metr reyka samoryos usta haqqi leysalari qo'yingki, barcha xarajatlari ichida ishlatilgan tunikani lesni hisobiga 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib bitkazib beryapmiz. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekraninglardagi nomerlarga telefon qilib bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun voha bo'ylab. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Usta Sherzod bo'ldi.